Bu texnologiyalar butun dunyoni toza va arzon energiya bilan ta'minlashga qodir. Ilmiy halollik, innovatsiya va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan ENG8 kompaniyasi toza, arzon energiya ishlab chiqaradigan katalizlangan gidrosintezi texnologiyalarini yaratmoqda. Ularning asosiy ixtirosi Energy Cell o'ziga xos generator bo'lib, u zararli chiqindilarsiz iste'mol qilganidan ko'ra ko'proq energiya ishlab chiqarish qobiliyatiga ega. ENG8 ning vazifasi nafaqat texnologik yutuqqa erishish, balki energiya hamma uchun mavjud bo'lgan va barqaror rivojlanishga xizmat qiladigan dunyoni yaratishga haqiqiy hissa qo'shishdan iborat. Bu ayniqsa global iqlim o'zgarishi va kuchayib borayotgan energetik inqiroz sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi. Allatra tashkiloti faol ishtirok etgan BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha eng yirik COP29 sammitida asosiy vazifalardan biri toza va arzon energiyaga o'tish masalasi ko'tarildi. Shu nuqtai nazardan Energy Cell kabi ishlanmalar ayni muddao va o'ta zarur hisoblanadi. Ushbu intervyuda ENG8 kompaniyasining rivojlanish bo'yicha direktori Haslin Beck Energy Cell yaratishining ilmiy asoslari va afzalliklari, yaqin kelajakda texnologiyani kengaytirish va bozorga chiqarish rejalari haqida so'zlab beradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun platformamizga tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Bizga ENG8 kompaniyasining rivojlanish bo'yicha direktori, hurmatli mehmonimiz Haslin Beckni kutib olish katta sharaf. Xush kelibsiz, Haslin. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvingizga taklif etganingiz uchun katta rahmat. Tashakkur. Iltimos, tomoshabinlarimizga o'zingizni tanishtirsangiz va sizni bunday tadqiqotlar bilan shug'ullanishga nima undagani hamda bu yo'lni tanlashingizga nima sabab bo'lgani haqida gapirib bersangiz. Men qariyb 26 yildan buyon kompaniyalarga yangi texnologiyalarni bozorga olib chiqishda yordam berib kelmoqdaman. Bu yo'lda maslahatchidan texnologiya egasi bo'lgan kompaniyalar bilan hamkorlikkacha bo'lgan masofani bosib o'tdim. Biz dastlab materialshunoslik sohasidagi biznesdan boshladik. Keyinchalik asta-sekin tizimli muhandislikka o'tib bordik. 2017-yilda esa Kembridjdagi ilmiy nashriyotda Super birlashuv nazariyasi nomli kitobini chop ettirgan professor Vladimir Leonov bilan o'tkazilgan juda qiziqarli suhbatni ko'rib qoldik. Ushbu kitobda u Einsteinning nisbiylik nazariyasi va kvant mexanikasini birlashtirish g'oyasini ilgari surgan edi. 2010-yildan boshlab u o'zining super birlashuv nazariyasi Yerda yangi jarayonlarning qanday sodir bo'lishini tushuntirishning samarali usuli ekanligiga yirik ilmiy tashkilotlarni ishontirishga urinib kelayotgan edi. Biz u bilan uchrashdik va u bizga o'z nazariyasi asosida ishlaydigan bir nechta qurilmalarni namoyish etdi. Aslida u nazariyotchi fizik, atom fizikasi mutaxassisi va yadro muhandisi bo'lib, o'z nazariyasining haqiqatan ham to'g'ri ekanligini isbotlashga urinayotganda turli ilmiy tashkilotlar tomonidan tushunmovchilik va qarshiliklarga duch kelgani rost. Oxir-oqibat nazariyasini amalda ko'rsatish uchun laboratoriyani ijaraga olishga qaror qildi. U qishloq joyidagi kichik chekka shaharchaga ko'chib o'tdi va o'z muhandislari bilan birgalikda bir nechta qurilma yasadi. Ulardan biri suvga tushirilgan plazma shari shaklidagi kichkina quyoshga o'xshash edi. 2017-yilda buni ilk bor ko'rganimizda rostdan ham hayratga tushdik. Chunki 1 kilogramm yoki 1 litr suvni qaynatish uchun qancha energiya kerakligi aniq ma'lum. U esa 1 kilogramm suvni odatdagidan kamroq energiya sarflab qaynatishga erishdi. O'shanda biz u bilan ushbu texnologiyaga sarmoya kiritishga ko'maklashish bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzoladik. Vaqt o'tib, yanglishmasam, 2022-yil fevraliga kelib, biz avval ushbu kompaniyaning katta qismini, keyinchalik esa bu texnologiyaga egalik qilgan butun kompaniyani sotib oldik. Shunday qilib, biz ushbu yo'nalishga kirib keldik. O'sha paytda biz hatto buning past energiyalik yadro reaksiyalari yoki sovuq yadro sintezi deb atalishini ham bilmasdik. Biz shunchalik haqiqatan ham noyob bir narsaga duch kelgandek tuyuldi va bu rostdan ham shunday bo'lib chiqdi. Keyinchalik biz buning kamida 30 yildan beri olib borilayotgan keng qamrovli ilmiy tadqiqotning bir qismi ekanligini anglab yetdik. Zo'r, katta rahmat. Katta rahmat. Bizga aytib bergan hikoyangiz juda qiziqarli
qoniqarli ekan. Ikkinchi savol: generatoringiz qanday ishlaydi? U qanday tamoyillarga asoslangan? Iltimos, uning hozirgi energiya ishlab chiqarish usullariga nisbatan afzalliklarini tushuntirib bersangiz. Men bu savolga tarixiy nuqtai nazardan javob bera olaman. Inson olovdan taxminan 1,5 million yil davomida ovqat tayyorlash, g'orlarni isitish va boshqa maqsadlarda foydalanib kelgan. Biroq insoniyat olov bilan bog'liq aniq kimyoviy jarayonlarni tushunishni boshlaganiga atigi bir necha yuz yil bo'ldi. Odamlar olovdan foydalanishni, uni boshqarishni va turli xil texnologiyalarni yaratishni o'rgandilar. Ammo sovuq yadro sintezining qo'llanilish sohasi fiziklar o'rtasida bahslarga sabab bo'lmoqda. Ko'plab nazariyalar mavjud va ularning soni sovuq yadro sintezining shakllari bilan deyarli teng. Lekin men tushuntirib berishim mumkin. Bunga yaxshi misol, Quyoshga qaragan paytingizda uning yuzasi vodorod protonlaridan tashkil topganini ko'rasiz. Uning yuzasidagi harorat 6000 Selsiy atrofida. Shunday ekan, bizdan millionlab mil uzoqlikdagi 6000 Selsiy harorat Yerni kuchli qizdira olmaydi. Biroq agar siz Quyoshning o'zidan ko'zingizni olib, uning sirtidan millionlab mil uzoqlikda joylashgan Quyosh tojiga qarasangiz, issiqlik manbasini topasiz. Tojdagi harorat million gradus Selsiyga yetadi, garchi u Quyoshdan millionlab mil uzoqda joylashgan bo'lsa ham. Nega bunday? Termoyadro sintezi sohasida ishlaydigan olimlar, masalan, ITER va butun dunyo bo'ylab boshqa kompaniyalardagi mutaxassislar, Quyoshda sodir bo'ladigan fizik jarayonlar uning qizishiga sabab bo'ladi deb hisoblashadi. Ammo Quyoshdan millionlab mil uzoqlikda ham isishda davom etayotganini kuzatganimizda dalillar unchalik bir ma'noli emas. Quyosh ulkan bo'lib, uning tortishish maydoni atrofdagi barcha narsani o'ziga tortadi va yadroviy olovni yoqish uchun katta miqdordagi changni o'ziga jalb qiladi. Bizning fikrimizcha, yadro bo'linishi ham, yadro sintezi ham sodir bo'ladi, lekin asosan yadro bo'linishi jarayoni ustunlik qiladi. Chang Quyoshga tortilganda yoki gravitatsion kuch ta'sirida unga tortilganda, u ulkan plazma hududidan o'tadi va bu hududda Quyosh yuzasiga yetib borguncha yadro bo'linadi. Bizning sovuq yadro sintezi reaktorlarimizda ham bir vaqtning o'zida ham yadro bo'linishi, ham yadro sintezi sodir bo'lishini kuzatamiz. Xo'sh, bizning farqimiz nimada? Biz fizika ilm-faniga boshqacha yondashdik. Biz katalizlangan termoyadro sintezi yoki past energiyalik yadro reaksiyalari deb ataladigan bir qator mutlaqo boshqacha qurilmalarni ishlab chiqdik va biz reaktorlardan olinadigan energiyani iloji boricha arzonlashtirish uchun bu jarayonni imkon qadar soddalashtirishga harakat qildik. Ajoyib! Tushuntirganingiz uchun katta rahmat. Keyingi savolim: aytingchi, generatoringizning qo'llanish doirasi qanchalik keng? Maishiy ehtiyojlardan tortib sanoat miqyosigacha ishlatsa bo'ladimi? Avvalgi savolga javobni tugatay. U biroz fizikaga ham taalluqli. Tabiatda chaqmoqlarni, qutb yog'dularini, yer atrofidagi ulkan plazma maydonlarini ko'ramiz. So'nggi tadqiqotlar ko'rsatdiki, bu sohalarda ko'plab hodisalarning transmutatsiyasi sodir bo'ladi. Reaktorlarimizda biz tabiiy chaqmoqlarga o'xshash hodisalarni, masalan, egri-bugri yoki sharsimon chaqmoqlarni yaratdik. Bu hodisalar elektronlarning o'ta yuqori konsentratsiyasi bilan sodir bo'ladi, 10 ning 26 darajasi va undan yuqori. Klassik fizikaga ko'ra, elektronlar bir-birini itarish kerak. Ammo tabiatda o'z ko'zimiz bilan ko'rganlarimiz doim ham shunday emasligini ko'rsatadi. Reaktorlarimizda biz o'ta yuqori elektron konsentratsiyasini hosil qilamiz. Natijada quyidagi narsa sodir bo'ladi. Bu zichlashgan plazmoidlar bilan aloqaga kirishgan har qanday atomlar parchalana boshlaydi. Bu Kulon to'sig'i deyarli nolga tushishi mumkinligini anglatadi. Natijada atom yadrolari reaksiyaga kirishadi. Ular yo bo'linadi, yo birlashadi. Eng muhimi, bunday sharoitda odatdagi yadro bo'linishi yoki sintez reaksiyalarida paydo bo'ladigan zararli alfa, beta yoki gamma nurlanishlar hosil bo'lmaydi. Masshtablash haqida gap ketganda, birinchi navbatda quyidagi savolni berish lozim. Bu xavfsizmi? Laboratoriyalarimizda mustaqil nazoratchilar ishladi.
Ular himoyalanmagan reaktorlarimiz atrofidagi fon nurlanish darajasi o'zgarmasligini tasdiqlashdi. Shunday qilib, bu haqiqatan ham xavfsiz. Qurilma Yevropa ittifoqida qabul qilingan barcha chiqindi me'yorlariga to'liq mos keladi. Bundan tashqari, elektromagnit nurlanish darajasi bo'yicha u oddiy mobil telefon chiqaradigan nurlanishning atigi 5% ni tashkil etadi. Demak, xavfsizlik darajasi juda yuqori. Hajmiga kelsak, biz kattaroq va ixchamroq qurilmalarni yaratishimiz yoki bir nechta qurilmani birlashtirishimiz mumkin. Biz nima qildik? Ana u devorda va mana bu devorda 100 kilovat quvvatli qurilmani ishlab chiqdik. Va hozir uni yig'ish jarayoni aynan mening orqamda ketyapti. U taxminan standart Yevropaddon o'lchamiga teng. 1.2 ga 1 ga 1 metr balandlikda. Qurilma bir vaqtning o'zida 100 kilovat issiqlik yoki energiyasi yoki ikkalasini ham ishlab chiqarish qobiliyatiga ega. Agar bir nechta shunday bloklar birlashtirilsa, taxminan 2,5 megavat quvvatga ega tizimni standart 6 metrli konteynerga joylashtirishimiz mumkin. 40 futli, ya'ni 12 metrli konteynerdan foydalanilsa, bir vaqtning o'zida 5 megavat quvvat olish mumkin. Biz mana shu kabi uylar uchun kichik qurilmalarni ham yaratishimiz mumkin. Masalan, kichik qurilma uyingiz yoki mashinangizni energiya bilan ta'minlashi mumkin yoki bir nechta shunday qurilmalarni birlashtirish imkoniyati bor. Bu qurilma masalan vodorodda ishlaydi. Agar unga vodorod quyilsa, unda oddiy yoqilg'i elementi energetik emas, kimyoviy reaksiya asosida ishlaydi. Bu holda shartli ravishda aytganda ajralib chiqadigan energiya darajasi 1 ga teng bo'ladi. Yadroviy energetik jarayonlar esa kimyoviy jarayonlardan million marta kuchliroq bo'lishi mumkin. Masalan, 1 gram vodorod qo'shsak, bu qurilma ko'p yillar davomida uzluksiz ravishda 0,5 kilovat yoki 1 kilovat quvvat ishlab chiqarishi uchun yetarli bo'ladi. Bu juda samarali usul. Bizda yana kichikroq qurilma ham bor. Masalan, mana bu. U biroz kattaroq, chunki bu ilmiy namuna, lekin kelajakda taxminan shunday o'lchamda bo'lib, noutbuk batareyasi uchun mo'ljallangan bo'limga bemalol sig'adi. U noutbukni energiya bilan ta'minlay oladi. Undan ham kichikroq qurilmalar bor. Misol uchun, mana bunday o'lchamdagisi telefoningizning akkumulyator bo'limiga sig'ib, uni energiya bilan ta'minlashi mumkin. Sovuq yadro sintezi reaksiyalari turli usullarda sodir bo'ladi. Laboratoriyamizda sovuq yadro sintezi reaksiyalarini yaratishning 5 yil usulidan foydalanamiz. Biz yuqori zichlikdagi kichik hajmli elektr energiyasidan tortib, tijorat miqyosidagi yirik elektr stansiyalarigacha bo'lgan barcha turdagi energiya ishlab chiqarishga qodirmiz. Hozirgi kunda mintaqamizni energiya bilan ta'minlashga intilyapmiz. Biz Portugaliyada joylashganmiz va bu yil 100 kilovatli modulni sinovdan o'tkazib, ishonchliligini ta'minlashni rejalashtiryapmiz. Kelasi yilda 1 megavat, undan keyingi yil 10 megavat, yana bir yildan so'ng esa 100 megavat quvvatga ega shunday modullarni ishga tushirishni mo'ljallayapmiz. Shunday qilib biz ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich ko'paytiramiz. Keyinchalik esa boshqa kompaniyalarga ushbu o'ta xavfsiz va arzon energiya texnologiyasidan foydalanish uchun litsenziya berishimiz mumkin bo'ladi. Bu haqiqatan ham ajoyib. Siz aytayotgan narsalar juda ilhomlantiruvchi va qiziqarli eshitilyapti. Ammo bu yangi texnologiyalar energiya iste'moliga bo'lgan munosabatimizni qanday o'zgartirishi mumkin va ular butun jamiyatga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Agar ular haqiqatan ham bozorga chiqsa, jamiyat qanday o'zgaradi? Men iqtisodchi emasman, lekin biz qilayotgan barcha ishlar aslida energiyadan samarali foydalanishga asoslangan. Bu sanoat inqilobining boshidan beri davom etib kelmoqda. Energiya narxi oshib bormoqda, chunki unga bo'lgan ehtiyoj tobora o'sib bormoqda. Uni ishlab chiqarish xarajatlari, xoh ko'mir qazib olish, chuqurroq bo'g'irlash, masalan neft qazib olish, yoki quyosh va shamol energiyasi bo'lsin, barchasi o'sib bormoqda. Sayyoramizda energiyaga bo'lgan ehtiyoj sezilarli darajada oshdi, chunki hamma sog'lomroq, faolroq, iliqroq yoki salqinroq muhitda yashashni, ishlashni va dam olishni xohlaydi. Tasavvur qiling, endi bizning texnologiyamizdan foydalangan holda energiya ishlab chiqarish xarajatlari ko'mir yoki gazga qaraganda 5 baravar kam. Bu shubhasiz energiyaga bo'lgan katta talabni keltirib chiqaradi. Menimcha bu sayyoraga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa sun'iy intellekt ulkan miqdordagi energiyani talab qilishni hisobga olsak. Ammo bizning texnologiyamizdagi asosiy narsa shundaki, u atrof muhitning ifloslanishiga olib kelmaydi. Biz nodir metallardan foydalanmaymiz. Biz elementlar uchun rudani qayta ishlashda mavjud ishlab chiqarish liniyalarini qo'llaymiz. Tasavvur qiling, Hindiston va Afrika aholisining qariyb 40% hamon ovqat tayyorlash uchun o'tin yoki sigir va tuya go'ngi kabi organik chiqindilarni yoqadi. Bu holat barcha rivojlanayotgan mamlakatlarda sog'liq bilan bog'liq jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari,
Ushbu ehtiyojlar tufayli odamlar katta o'rmon maydonlarini kesib tashlashmoqda. Endi tasavvur qiling, ularga arzon, ixcham va foydalanishga qulay qurilma berilsa-chi, shunda ular uylarida, kulbalarida yoki chodirlarida daraxt kesish yoki go'ng yoqishga majbur bo'lmaydilar. Buning o'rniga ular o'z uylarini joyida toza energiya bilan ta'minlaydigan ekologik toza energiya qurilmasidan foydalana oladilar. Bu nafaqat insonlar salomatligiga, balki butun sayyoramiz atrof muhitiga ham ulkan foyda keltirishi shubhasiz. Zo'r, ajoyib. Siz hozirgina keltirgan misol bizni keyingi savolga olib keladi. Bu texnologiyalarni ishlab chiqarish yoki aniqrog'i ma'lum mamlakatlarda yoki mintaqalarda tarqatish boshlanadimi? Bu qanday amalga oshiriladi? Bu masalaning ikki tomoni bor. Biri altruistik, ikkinchisi tijoriy. Ularni aytaylik, chap va o'ng qo'lni muvozanatga keltirish uchun avvalo kompaniyamizga mablag' kiritayotgan investorlarimizning manfaatlarini qanoatlantirishimiz kerak. Bu degani tizim haqiqatan ham barqaror, ishonchli ishlayotganiga, ishlab chiqarishning eng yuqori daromadliligini prognoz qilish imkonini berishiga va to'liq patentlanganiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Hozirda bizda butun dunyo bo'ylab ikkita patent turkumi ro'yxatdan o'tkazilgan. Kelajakda yana 3-4 tasini olishni rejalashtiryapmiz. Yaqin 2-3 yil ichida biz nafaqat yil oxirigacha tijorat elektr energiyasini yetkazib berishni boshlaydigan ishonchli, barqaror elektr stansiyasini ishga tushirishni, balki aksariyat muhim mamlakatlarda kamida 5 ta patent turkumini olishni ham maqsad qilyapmiz. Keyinchalik biz iqtisodiy jihatdan kamroq rivojlangan mamlakatlarga, masalan, Hindiston, Afrika, Osiyo va Markaziy Amerikaning ko'plab hududlariga chiqishni va o'sha mamlakatlarda yoki ma'lum mintaqalarda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtiryapmiz. Biroq shunga qaramay, biz mamlakat ichida ishlab chiqarishni tavsiya etamiz, chunki bu davlatga o'z energetika mustaqilligini tiklash imkonini beradi. Energetika jihatidan mustaqil bo'lgan mamlakat esa boshqalarning energiya resurslarini qo'lga kiritish uchun harbiy to'qnashuvlarni keltirib chiqarishi ehtimoldan yiroq turadi. Shu orqali biz tinchlik va hamjihatlikka erishishga umid qilamiz. Bu biznes modelini Yevropa, AQSh, Kanada, Xitoy, Yaponiya va boshqa yirik sanoatlashgan, rivojlangan mamlakatlardagi tijorat mijozlarimiz uchun joriy etmoqchimiz. Bu davlatlar dunyo aholisining atigi 3dan 1ni tashkil etadi va aynan shu yerlarda investorlarimiz uchun yaxshi foyda olishimiz mumkin. Biroq sayyoramiz aholisining 3dan 2 qismi qolgan mamlakatlarda istiqomat qiladi. Bu hududlarda biz tannarx plus modelini taklif qilishimiz mumkin. Ya'ni biz foyda olmaymiz. Bu mamlakatlarda daromad qilish o'rniga aksincha mablag'larni mahalliy iqtisodiyot va ijtimoiy dasturlarni rivojlantirishga qayta sarmoya qilamiz. Yaxshi. Texnik nuqtai nazardan ENG8 kompaniyasi hozir qaysi bosqichda? Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga tayyormisiz? Ilmiy tadqiqotlarni davom ettiryapsizmi yoki investorlar izlayapsizmi? Ruxsat bersangiz, ozgina tarixdan boshlasam. Biz boshqa ilmiy jamoalar yaratgan texnologiyalarni qisman sotib oldik va bu jamoalarni kompaniyamizga taklif etdik. Ularning har biri biz ular bilan hamkorlikni boshlashimizdan oldin 15 yildan 30 yilgacha o'z ishlanmalari ustida ishlagan. Birinchi jamoa bilan 7 yil oldin ish boshladik. Demak, hozir ofislarimiz va laboratoriyamizda ishlayotgan har bir texnologiya kamida chorak asrlik rivojlanish tarixiga ega. Hozirda bizda 3 ta laboratoriya mavjud bo'lib, ularning har biri ma'lum bir energiya elementlari texnologiyasiga ixtisoslashgan. Portugaliyadagi laboratoriya ko'proq tijorat bosqichiga yo'naltirilgan. So'nggi 7 yil ichida biz texnologik tayyorgarlikning 2-darajasidan 4-darajasiga, Technology Readiness Level (TRL) ga ko'tarildik. Bu yil 5 yoki 6-darajaga erishishni, kelasi yil esa 7-darajaga chiqishni rejalashtiryapmiz. Bu shuni anglatadiki, kelgusi yildanoq mijozlarimizga tijorat miqyosida energiya yetkazib berishni boshlaymiz. Biz juda ko'p o'rganish va tajribalardan o'tdik. Hozir esa texnologiyamiz ishlab chiqarishga kirishish uchun tayyor. Kelasi yil Portugaliyada ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz. Avvaliga kichik hajmda, aytganimdek, keyingi haftada 1 megavat, keyingi yil 10 megavat, 1 yildan so'ng 100 megavat. 5 yildan keyin esa bizda 1 gigavat quvvat talab qiladigan mijoz paydo bo'ladi. Ya'ni bu haqiqatan ham jiddiy hajmlar. Shunday qilib, 3-5 yil ichida 1 gigavat energiya yetkazib berishga erishishni rejalashtiryapmiz. Bundan tashqari, boshqa kompaniyalarga ushbu texnologiyadan foydalanish uchun litsenziyalar beramiz va boshqa mamlakatlarda ishlab chiqarishni kengaytiramiz. Juda yaxshi, katta rahmat. Ekologik muammolar va texnologiyangizning ularga ta'siri haqida gapirar ekansiz.
Iltimos, expand and maybe elaborate on let's say, ENG-8 ways qurilmasi in bugungi which kunda the dunyo bo'ylab ENG8 dolzarb device bo'lgan can iqlim help inqiroziga to qarshi basically kurashda qanday combat the yordam climate berishi crisis, which mumkinligini is, batafsil let's say, very tushuntirib widespread right bersangiz. now and a hot topic. Ha, biz UK National Grid PLC kompaniyasining texnik direktori bilan uchrashdik. Bu kompaniya gaz va elektr infratuzilmasini boshqaradi. U 100 yildan ortiq vaqtdan beri faoliyat yuritadi. Ilgari davlat tasarrufida edi, hozir esa Buyuk Britaniyadagi aksiyadorlik kompaniyasiga aylangan. U AQShning sharqiy qirg'og'idagi va Yevropadagi bir qator boshqa elektr tarmoqlarini ham boshqaradi. Ya'ni bu yirik infratuzilma tashkilotidir. Biz ularga yarim megavatdan 1 megavatgacha quvvatli energiya qurilmamizni ko'rsatdik. Ular bizdan aslida nima qilmoqchisizlar deb so'rashdi. Men elektr energiyasini tijorat miqyosida yetkazib berishga tayyorgarlik ko'ryapmiz deb javob berdim. Ular esa bunga hojat yo'q deyishdi va tushuntirishdi. Yuklama soatlarida elektr tarmog'i to'liq band bo'ladi. Biz qo'shimcha quvvatni qabul qila olmaymiz. Barcha ruxsatnomalar, loyihalashtirish va boshqa ishlarni hisobga olgan holda mamlakat bo'ylab yangi yuqori kuchlanishli energiya uzatish liniyalarini o'tkazish uchun taxminan 15 yil kerak bo'ladi. Keyin ular biz elektr energiyasi ishlab chiqarishni dekarbonizatsiya qilishni bilamiz. Buni shamol, quyosh, akkumulyatorlar, yadroviy energiyasi va hokazo yordamida amalga oshirsa bo'ladi. Bu yechimlar allaqachon bor, ammo muammo shundaki, Yevropa ittifoqida iste'mol qilinadigan barcha energiyaning 80% elektr energiyasi emas. Bu isitish uchun issiqlik va transport uchun yoqilg'idir. Isitish uchun asosan gaz, transport uchun suyuq yoqilg'i ishlatiladi deb qo'shimcha qilishdi. Butun energiyani neft va gaz hisobiga olayotgan bo'lsak, jamiyatni qanday dekarbonizatsiya qilish mumkin? Ular yaxshisi siz aynan shu asosiy yo'nalishlarga e'tibor qarating deb aytishdi. Isitish haqida gapiradigan bo'lsak, biz yuqori haroratli gaz va havo bilan ta'minlaymiz. Bu uylar, inshootlar, zavodlar va sanoat obyektlarini isitish uchun zarur. Shuningdek, yuqori haroratli bug' hosil qilishimiz ham mumkin. Bu bizga ikkita asosiy imkoniyat beradi. Birinchidan, bunday bug' sanoat ehtiyojlari uchun juda mos keladi. Ikkinchidan esa bug' turbinasini harakatlantirish uchun ishlatilishi mumkin. Biz ham issiqlik ishlab chiqarishimiz, ham elektr energiyasini mustaqil ravishda hosil qilishimiz mumkin. Dunyoda transport muammosini aslida qanday hal qilish mumkin? Bu yangi yechim emas. Bir necha 10 yillardan beri odamlar dvigatellarda ionlashgan suv HHO yoki brown gazi deb ataladigan gazdan foydalanib kelishmoqda. Odatda HHO benzin yoki dizelning samaradorligini oshirish uchun oz miqdorda qo'shiladi. Ammo HHO avtomobillar uchun asosiy yoqilg'i manbai sifatida ishlatilgan holatlar ham bo'lgan. HHOning afzalligi shundaki, u yordamida har qanday dvigatelni, benzin va dizelda ishlaydigan dvigatellar va generatorlarni ishga tushirish mumkin. HHO vodorod va kislorod yonganda suv bug'i hosil bo'ladi. U esa kondensatsiyalanib, yana suvga aylanadi. Bu suvni energiya qurilmasidan o'tkazib, qaytadan dvigatelga yuboramiz. Bu jarayonni cheksiz davom ettirish mumkin. Ushbu texnologiyadan foydalanib, quyidagilarni kamaytirish mumkin. Transport yoqilg'isiga to'g'ri keladigan jahon chiqindilarining 40%ni, yana 40% chiqindilar sanoat gazlari, isitish va maishiy gazlarni. Natijada faqat elektr ta'minoti qoladi. Agar orqamizdagi bu qurilmaga mana shu energetik qurilmalardan, ya'ni reaktorlardan biri orqali vodorod berilsa, chiqishda deyarli toza elektr energiyasini olamiz. Masalan, atigi 1 gram vodorod megavatlab elektr quvvatini ishlab chiqarishi mumkin. Vaholanki, oddiy yonishda 1 gram vodorod joule energiyasining kichik qismini beradi. Biroq yadroviy jarayonda vodoroddan ancha ko'p energiya ajratib olish mumkin. Shuningdek, elektr energiyasi bilan bog'liq masalalarni ham hal qilishimiz mumkin. Bizning texnologiyamizning ustunligi shundaki, u arzon va murakkab hamda teng ko'lamli ta'minot zanjirini talab qilmaydi. Taqqoslash uchun termoyadroviy sinteziga qarang. U tokamaklarni yaratish va qurishni talab qiladi. Bu juda qimmatbaho qurilmalar. Bugungi kunda tokamaklarni ishlab chiqarish bo'yicha yo'lga qo'yilgan jarayon mavjud emas. Savol tug'iladi. Ularni ta'minlash uchun magnitlarni qayerdan olish kerak? Bundan tashqari, bunday reaktorlarning ishlashi uchun odatda tritiy kerak. Ular uchun yoqilg'i umuman yo'q. Shu bilan birga, ular qurilishda ham, foydalanishda ham juda qimmat. Bizda esa hammasi boshqacha. Qurilmalarimizning barcha qismlari avtomobil sanoati uchun ishlaydigan kompaniyalardan loyihalashtiriladi va buyurtma qilinadi. Avtomobil sanoati esa dunyodagi eng yirik ta'minot zanjiri hisoblanadi. Aslida biz avtomobillar uchun allaqachon ishlab chiqarilayotgan narsalardan foydalanamiz. Bizga umuman olganda yangi narsa kerak emas. Bu haqiqatan ham ta'sirli va inqilobiy tuyuladi. To'g'risini aytsam, menimcha, bu chindan ham haqiqiy inqilob bo'lishi mumkin. Xo'sh, sizning ixtirongingizga eng yirik neft va gaz korporatsiyalari qanday munosabatda bo'ladi?
step change, it's a revolution. So how do you see the Axir bu reaction oldinga against it? tashlangan keskin qadam Also haqiqiy to combine inqilob-ku. this question, Ularning is, reaksiyasini qanday tasavvur did you qilasiz? see around Bundan your tashqari, company kompaniyangiz enough atrofida interest or ushbu enough, ajoyib texnologiyani big jamiyatga va bozorga players olib that chiqishga yordam are berishga ready tayyor to bo'lgan step in yirik and, o'yinchilar to help tomonidan your, yetarlicha qiziqish wonderful borligini technology to go sezyapsizmi? through the, through the society and through the market? Keling, buni bir misol bilan tushuntirishga harakat qilay. Janubi-sharqiy Osiyoda makakalar yashaydi va ular turli orollarda istiqomat qiladi. Aytaylik, bir oroldagi makakalar guruhi qandaydir vositadan foydalanishni o'rganib oldi. Bu orol boshqa oroldan 2 soatlik suzish masofasida joylashgan. Ma'lumki, makakalar akulalar bilan to'lib toshgan suvda 2 soat davomida suza olmaydi. Shunda boshqa oroldagi makakalar guruhi ham to'satdan xuddi shu vositadan foydalanishni boshlaydi. Buning sababi shundaki, ma'lum bir kritik massaga yetganda bilimlar go'yo jamoaviy ong orqali uzatila boshlaydi. Bizning holatimizda bu insoniyat jamiyati ongi orqali sodir bo'ladi. Shunda bu bilim shamol tarqatgan urug'lar kabi turli joylarda unib chiqa boshlaydi. Masalan, Yaponiyada Clean Planet Miura kompaniyasi sovuq yadro sintezi texnologiyasini ishlab chiqqan va uni issiqlik olish uchun sanoat ishlab chiqarishga joriy etmoqda. Shimoliy Amerikada ikkita kompaniya, Brilliant Light Power va Brilliant Energy ham sovuq yadro sintezi reaktorlari ustida ishlamoqda. Kanadada Orient Energy kompaniyasi, Italiyada Prometheus va Leonardo kompaniyalari. Ya'ni bunday kichik kompaniyalar butun sayyoramiz bo'ylab paydo bo'lmoqda. Agar biz yagona bo'lganimizda, men jiddiy xavotirga tushgan bo'lardim. Bizni yirik o'yinchilar yo'q qilishi mumkin edi. Ammo hozir bunday kompaniyalar butun dunyoda paydo bo'lmoqda va bular endi yaxshi moliyalashtirilgan tuzilmalardir. Masalan, AQShda bunday kompaniyalardan biri allaqachon $500 million ko'proqqa baholanmoqda. Yaponiyada esa 1 milliarddan ortiq. Ya'ni bu kompaniyalarga jiddiy sarmoya kiritila boshlangan. Ular haqiqiy qiymatga ega bo'lmoqda va o'z atrofida kuchli jamoalarni to'plamoqda. Shunday qilib savolingizga javob berar ekanman. Mushuk allaqachon qopdan sakrab chiqdi deyishim mumkin. Bu texnologiya dunyoga chiqdi. Kondensatsiyalangan materiya va yadro tadqiqotlari bo'yicha xalqaro jamiyat allaqachon mavjud bo'lib, u butun dunyodan ushbu sohada ishlaydigan olimlarni birlashtiryapti. Shuningdek, AQShda joylashgan Lenria sanoat assotsiatsiyasi ham bor. U sovuq yadroviy sintez texnologiyalari bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarni qo'llab-quvvatlaydi va ilgari suradi. Bu sohaga haqiqatan ham jiddiy qiziqish bor. Ehtimol 10-20 yil oldin xavfsizlik masalalari asosiy to'siq bo'lardi. Ammo bugungi kunda yangi sovuq yadro sintezi reaktorlariga ega bo'lgan kompaniyalar shunchalik ko'pki, bu haqiqiy musobaqaga aylandi. Kim texnologiyani tezroq rivojlantirib, uni ijtimoiy nuqtai nazardan eng mas'uliyatli tarzda joriy eta oladi. Ajoyib tushuntirish. Rahmat. Javobingiz munosabati bilan yana bir savol paydo bo'ldi. Sizningcha, bu sohada innovatsiyalarga intilayotgan ko'plab ixtirochilar va kompaniyalarning paydo bo'lishi o'rtangizda raqobatga olib kelishi mumkinmi? Bir tomondan bu shubhasiz texnologiyalarning rivojlanishini tezlashtirishi mumkin. Bu yaxshi. Boshqa tomondan esa bu yerda sinergiya imkoniyati bormi? Bunday kompaniyalar va ishlanmalar o'rtasida o'ziga xos konsorsium yoki hamkorlik yuzaga kelishi mumkinmi? Balki bunday birlashma allaqachon bordir. Ha, bunday birlashma allaqachon xalqaro kondensatsiyalangan materiyaning yadro tadqiqotlari jamiyati doirasida shakllanmoqda. Bu jamiyat har 2 yilda bir marta o'tkaziladigan sovuq sintez bo'yicha xalqaro konferensiyani tashkil etadi. Ushbu konferensiyaga AQShlik Carl Page rahbarligidagi Anthropocene Fund homiylik qiladi. Eng yaqin tadbir may oyi oxirida Yaponiyada bo'lib o'tadi. Bu mehmonxona qoshidagi katta anjumanlar markazida o'tkaziladigan 4 yoki 5 kunlik simpozium. U yerda dunyoning deyarli barcha shu sohada faoliyat yuritayotgan kompaniyalari yig'iladi. Olimlar g'oyalar almashadi, kompaniyalar esa o'z ishlanmalarini taqdim etadilar. Umid qilamizki, aynan shu kompaniyalar Lenria past energiyali yadro sintezi sohasidagi sanoat uyushmasi ostida birlashadi. Kompaniya sifatida biz uyushmaga yangi startaplarni jalb qilishga harakat qilamiz. Masalan, Isroilning Metatron nomli startapi bor. Uni tushunishimcha Farishta nomi bilan atashgan. Ertaga ular bilan gaplashaman, chunki ular biz haqimizda hatto bilishmagan ekan. Ularga yordam bera oladigan jamiyat mavjudligidan bexabar ekanlar. Kapitalistik iqtisodiyot doirasida biz har bir kompaniya turli aksiyadorlardan mablag' jalb qilishi va bu aksiyadorlar kelajakda foyda olishi uchun sharoit yaratishga intilamiz. Lekin bu vaziyatning o'ziga xosligi shundaki, biz shu sohada faoliyat yuritayotganimiz sababli raqobat global tus olmoqda. Shuning uchun biz yangi texnologiyadan qutulish oson bo'lmaydi. Bozorda o'z o'rni uchun kurash bo'ladi va bu tabiiy hol.
Ammo ko'plab kompaniyalar ishtirok etadigan bozor uchun kurashning afzalligi shundaki, u iste'molchilarga kelajakda sovuq yadro sintezi reaktorlarini qayerdan sotib olish va energiya olish bo'yicha kengroq tanlov imkonini beradi va umid qilamanki, bu narxlarning pasayishiga yordam beradi. Tasavvur qiling, 20 yildan so'ng dastlabki patentlarning amal qilish muddati tugaydi. Patent himoyasi deyarli ishlamaydigan mamlakatlarda, masalan, Afrikaning ko'plab hududlari arzon energiyaga juda muhtoj. Shunday vaziyat yuzaga keladiki, hamma bu qurilmalarni nusxalab yaratib, o'z mahalliy jamoalari uchun arzon energiya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Neft qudug'i bo'lsa, neft yetkazib berishni nazorat qilish mumkin bo'lardi. Ammo bunday oson foydalanish mumkin bo'lgan texnologiyani hech kim nazorat qila olmaydi. Bu ajoyib va ilhomlantiruvchi tuyuladi. Aynan shu bosqich bugungi kunda butun dunyoga juda zarur. Buni yaxshiroq tushunish uchun quyidagi savolni bermoqchiman. Ushbu texnologiya bilan qiziqayotgan odamlar uchun aniq keyingi qadamlaringiz bormi? Iltimos, bu qurilma bozorda qachon paydo bo'lishi va Yevropadagi odamlar undan qachon o'z uylarida foydalanishlari mumkinligi haqida batafsil aytib bersangiz. Ha, bu savolga ikki xil javob berish mumkin. Hozirgi paytda taxminan shu yil oxirigacha mahalliy buyurtmachi uchun birinchi sanoat elektr stansiyasini o'rnatishni rejalashtiryapmiz. Keyin aytganimdek, ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirmoqchimiz. Ammo ichki bozorga chiqish uchun sanoat bozoriga qaraganda ko'proq me'yoriy talablardan o'tish kerak. Sanoatda professional muhandislar mahsulotni tasdiqlaydi va u darhol ishga tushadi. Tijorat va chakana savdo bozorida avtomobilingiz, uyingiz va boshqalar uchun kafolat masalalari yuzaga keladi. Sog'liq va xavfsizlik masalalari bor. Texnik xizmat ko'rsatish, tarqatish kanallari, brending va boshqa masalalar ham bor. Biz allaqachon ushbu texnologiyadan maishiy ehtiyojlar, masalan, isitgichlar uchun foydalanish masalasida dunyoning ikkita yirik kompaniyasi bilan uchrashdik. Maishiy isitish bozoriga mustaqil chiqish biz uchun ma'nosiz bo'lardi, chunki u yerda hamma narsa xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va tarqatish bilan bog'liq. Shuning uchun litsenziya berish bizga ancha ma'qul bo'ladi. O'ylaymanki, keyingi 5-7 yil ichida do'konlarda ushbu texnologiya asosida taniqli brendlarning mahsulotlari paydo bo'la boshlaydi. Siz hatto ichida bizning ishlanmamiz qo'llanilganini bilmaysiz. Lekin aytaylik, uning ustida GE tamg'asi turadi. Bunda qurilma hozirgidek gaz iste'mol qilmaydi. Katta rahmat, juda so'z. Haslin, bugun biz bilan bo'lganingiz va bu ajoyib yangiliklarni baham ko'rganingiz uchun chin dildan minnatdormiz. Bu haqiqatan ham ilhomlantiruvchi suhbat bo'ldi. Tomoshabinlarimizga ham tashakkur bildiraman. Sizning texnologiyangiz haqida ko'proq ma'lumot olishni istaganlar uchun havolalar va saytlarni taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ha, bizning ko'plab muxlislarimiz bor. Biz ularni investorlarimiz deb ataymiz. G8.energy saytimizga tashrif buyursangiz, bu yerda investorlar uchun alohida bo'lim bor. Bizda 100 dan ortiq xususiy investor bor. Ularning taxminan 10% hozirda biz bilan maslahatchi sifatida yoki doimiy asosda hamkorlik qiladi. Bizning muhit juda do'stona va ochiq va biz barcha istaganlarni bizga qo'shilishga hamda energiya inqilobining bir qismi bo'lishga taklif etamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sizga katta rahmat, Haslin. Vaqtingizni juda qadrlaymiz. Bu ajoyib va ilhom beruvchi suhbat bo'ldi. Mahsulotlaringizning bozorga chiqishini intiqlik bilan kutamiz. Katta rahmat. Rahmat.